Azizlar, Qumtepa bozorining obzorini boshladik biz. Birinchi lokatsiyamiz bozorda Gul bozordan boshlab ketyapmiz. Bu joyda narxlari, gullari bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, nomerlarni ham tashlab ketamiz. Bog'lanib, dastavka shunaqa narsalarni amalga oshirishingiz mumkin. Ketdik. Bu qanaqa gul? Shunaqa ochiladimi bu? Bu qancha? Pachkasi. Bizga yangi tovar kelyapti, shuning uchun pulimiz bo'shatyapmiz. Sun'iy gul ushyapti deyishlari mumkin, lekin bu живой narsa. Bu zamiya degan gul. Bo'ladimi? Bozor rasa ham qizigan. Hozir danli moment o'ta ham 85 ming qilib berdim. Klientlar ko'p. Hozir biz suhbatga tortadigan bo'lsa, vaqtini olib qo'yamiz sotuvchimizni. O'shaning uchun qisqa ma'lumotlarni berib o'tib ketaman. Bemalol 30 metrlik yuzi havosini tozalab turadi. Ko'proq bu asma kasal, allergiya kasallarga. Mana hamidoriya palmalarchi. Hamidoriya palmalarimiz kichkina razmerlarimiz bor. Ichida shtuk rasa ko'p. Bular 70 ming qilib beryapmiz. Mana katta razmerlarimiz bor mana bu yerda. Mana. Bo'yi 1 metrlik. Ularimiz 160 mingdan. Bizni iqlimga moslashishi bo'laveradimi bu? O'zimizning sharoitda juda chiroyli o'sadi. Mana oddiy anterium gullarimiz guli 1 yil turadi. Mana shu ochilgan gullar 1 yil turadi. Mana. Mashalar oddiy buketdan 1000 marta yaxshi. 1 yil turadi gullari, hech nima bo'lmaydi. 110 mingdan. 110 ming so'm. Bu mart oyi, aprel oyida hamma gul bilan uylarni bezatishga harakat qiladi. Kimdir sovuq hogiz boradi. Shunaqa holatda xuddi shu bozorga tashrif buyurish. Ochilaveradi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Olasizmi? Tuzimsiz? Rahmat. Ajoyib gullar. Ha, endi ajoyib bo'lmasa ham bo'lmaydi. Ha. Dehqonchilikmi bu? Ha. Bu qalampirmi bu? Achchiqmi bu? Ehtiyot bo'lingizmi? Yog'i? Yomon emas achchiq. 3 yil qalampir soladi. Ha. Ko'p yillik qalampir bu. Ko'p yillik. Uyda turaveradi bu. Derazani tagida qishin yozim bor. Tuzlama ham olasiz. Tuzlama ham olasiz. Yeganicha yeb, qolganini akamizni gap qiziq, biz ham o'zimiz ham ish qilyapmiz. Orada kelib gaplashib turamiz bir. Nech pul ekan bu gullar? Begona 10 ming so'm. Begona. O'zimizniki otini begona qo'yib qo'yishgan. Dehqonchilik mana. Qarang. Aka necha yil bo'ldi sir bo'lmasa shu soha bilan shug'ullanayotganligingizga? 20 yilcha bo'ldi. 20 yil. 20 yil stajga egasiz. Alloh rozi bo'lsin. Mana gullar juda chiroyli ekan. Narx-navosi haqida-chi gapirib o'ting. O'zini oti xuniyroq, o'zbekchasi osonroq. O'zini aynaqa oti xuniyroq. Ha. Narxi qanaqa ekan buni? 20 so'm. 20 ming so'm, ha? Alloh rozi bo'lsin. Zerikmasdan ochiladi. Ha, bu zerikmaydi, ochilib zerikmaydi. Ochilib zerikmaydi. Zerikmay ochiladi. Shu ba'dan ham chiqyapti-kan, mana. Bargidan ko'p bo'ladi, gulini. Ha. Mana bunga o'xshagan. Bargidan ko'p bo'ladi. Masalan, o'tib turadi, mashta aytib ko'rdim. Bemalol tashrif buyuraverasizlar Qumtepa bozoriga. Payshanba hamda yakshanba kunlari bo'ladi. Katta raqomat opajonim. Hammasi qizil. Ha, unchalar bo'lgan ochilab. Aka bozoringizni bersin, charchamang. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Xo'p bo'ladi. Biz hozir dehqon bozoriga qarab yo'l olganmiz. Bu joyda e'tiborimiz tortgan narsa mana tabiiy asallar. Sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Assalomu alaykum.
Hormang, charchamasdan. Tinchmisiz? Ha, bu asal nima bu bunisi? Bu aslarning ini. Ini. Ha. Asallarimiz 95 bilan 150 ml to'g'ri. Aya, tatib ko'ring. Ha, bundan tatsa ham bo'laveradi. Qani bismillah. Narsa tabiiy ekan bu. Tabiiy bo'ladi. O'zi yetishtirasizmi buni? O'zimiz asallar bilan shug'ullanamiz aka. Aha. Bu ini. Bu Xullas shunga to'playdi. Haliga aylantirganda asal bo'lib chiqadi bu. Asal bo'lib shu chiqadi. Bu qoladi, bu chiqadi. Mayli bunisidan tatib ko'rsam. Bismillahirrohmanirrohim. Bu nima asali bu? Bu asalimiz X% asali. Hozir gullardan olingan. Gul asali. Ha. Buchi? Bu asalimiz yantoq asali. Yantoq asali. Ha, bularchi? Bu asalimiz har xil gullardan asali. Qani deyishinchi? Mun qarang, ey, cho'zilishini qarang. Haqiqiy toza asallar ekan. Dastavkalar bormi O'zbekiston bo'yicha? Bizni hamma joydan ko'rishyapti. Dastavkalar qilib beramiz aka. Bo'ldi, nomeringizni ayting. 94 94lik 871 871 1060. 1060. Ushbu raqamlarga bog'lanib, asal yemoqchi, tabiiy toza asal oqtarib yurgan odamlar bo'lsa, shu nomer orqali aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat, bozoringiz bersin, charchamang. Biz tuxum rastalari, non bozorga qarab yuryapmiz. Assalomu alaykum hojona, yaxshimisiz? Charchamasdan. Siz yemisiz? Qanchadan bo'lyapti endi tuxumlar? Tuxumlar 35 ming. 1 kilotkasi, ha? 30 dona. Bedana tuxumlarchi? Bedana tuxumlar 450-500 so'm. 450-500 so'm. Rahmat, charchamanglar. Bo'pti, rahmat. Xo'p, barakasini bersin. Ey, mana nonlarni qaranglar, aziz obunachilar, chiroyliligini. Assalomu alaykum. Charchamasdan. Kelinglar, xonadonlar. Bo'lyapsizlarmi? Bayram ayyomlar bilan. Rahmat, o'zlaringni ham. Alloh sog' bo'lsin. Ajoyib, ha, chiroyliligini qarang. Baribir Marg'ilon, Farg'ona xalqi noni bilan ancha mashhur. To'g'ri, Samarqandning noni ham zo'r. Birorta joyda yomonlamaymiz biz. Nondan aziz narsa yo'q. Lekin odamni qarang, ancha go'zallikda. Bu gulni go'zalligi boshqa, nonni go'zalligi boshqa, odamning go'zal, har bir narsani o'ziga yarasha go'zalligi bor. Shuning uchun e'tiborimizni tortgani uchun to'xtadik. Narxlar qanaqa ekan buni? Bu narxlar aka 22 ming so'm, bu abishniy patir. Abishniy. Ha, bu yog'li, mana unisi bo'lichka patir deyiladi. Novot suv qo'shilgan. Novot suvi? Novotni eritib turib, Ha, novot. quyiladi. Qozonda novotni eritib turib, qaynoq suvda. Keyin quyib, shunga xamir qilinadi. Yog'i, hamma yog'i bor. Mana akamiz retsepti bo'yicha aytib berishdi. Bular endi tandirda yopiladi. Aha, Mana arqalarini ko'ringlar. tandir. Qudalarga ham. Ha? Ularga, ha, mehmondorchiliklarga, xudo andagi Zo'r. joylar sog' bo'lsin aka. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Alloh kuch-quvvat bersin, barakasini bersin. Ha, rahmat. Vodiyda ko'cha taomlaridan hisoblangan no'xat sho'rak degan sho'rvamiz bor. O'ram somori deysizmi, yana boshqa bir ikkita joylar, shu joylarda ham no'xatlari ancha mashhur. Hormang aka, assalomu alaykum. Tatib ko'rsak bo'ladimi? Bismillah. Qaynoq donalari ham shunaqangi ajragan. Yaxshiroq ko'rsatib berasiz operator. Bismillah. Eriyapti. Shundoq og'izga olganingizda bu shunaqa erib ketyapti. Buni sho'rvalari ham bor, ha? Sho'rvalar. Ha, bu kilosi qancha no'xat? Kilosi 20 ming so'm. 20 ming so'm. Go'shtlarchi? Go'shtlar 300 ming so'm. 300 ming so'm. Ha, tabga qarab, so'ragancha puliga yarashasini qo'shib, sho'rvasini tayyorlab beraverasizlar. Joylar ham bor, ha? Zo'r, gap yo'q. Charchamanglar, Alloh kuch-quvvat bersin. Mana postermalarni ko'rsatib qo'y. Mana. Bu narsalar bilan umuman boshqacha ketadi haqiqatda sho'rva. O'zbekistonning ko'p joylaridan bizni ko'rib tomosha qilishyapti. Yo'llang tushganda yakshanba, payshanba kunlari
bozorda shu o'ng tomonda o'zi sotishadi. Dehqon bozoriga kirishda chap tomonda bo'ladi darvozani. Xuddi shu lokatsiya. Men chunki sizlarga faqat o'zim iste'mol qiladigan joylarni ko'rsatib boraman. Bu yerda hali reklamaga kimnidir pulini olib turib, o'rtacha joylarda obzor qilib ko'tarib olish emas bu yerda. Faqat realniy borini ko'rsatib ketamiz. Obunachilarimiz hozirgi paytda qatiq shakarop deysizmi, rasamni qila sezoni, ko'ksomsa deysizmi, mana bu bozorda mana ismaloqmida o'rtoq bu? Ismaloq. Ismaloq. Necha puldan? 5000 so'm kelasiz. 5000 so'm kelasiz. Vog'i-chi? Vog'i 1000 so'mga to'xtaydi. 1000 so'm? Bir vog'. Arzonchilikda mana rosa pishiqchilik payt. Bodringlarchi? Bodringlar 15000 so'm beradi. Bizning Oltiariqimizning mashhur bodringlari shular mana. Guli bilan. Bunaqa ag'dan keldi Xitoy bo'lsa, bu haqiqiy mesniy a. Haqiqiy Oltiariqda bodringlari. Mana qoplilari ham bir. Bular necha pul? 15000 so'm. 15000 so'mdan. Keling. Mana sarimsoq piyozlar, mana qatiq shakaroblar bilan juda ketadi. Osh chekkasiga tashab qo'ysangiz, bu juda bo'ladi-da bu. Assalomu alaykum, hormanglar. Keling. Qanchadan ekan ko'katlar mana? 1000 so'm. Tashnuchlar, ha? 1000 so'm. Arzonchiligimizga ko'z tegmasin. Bu ovoz nima deyapti? Mana bedanalarda ovozini qaranglar. O'n qarang. Mana bu bedana bozori. Mana inini qarang mana. Uy yasalgan. Bu oldin qovoqdan. Oldin qovoqdan yasalarda bu. Endi hozir shunaqa bo'lyaptimi endi? Ha. Bu mana sarayotgan bedanalar, mesniy bedanalarmi o'zimiz? Mesniy, ha. Ha. Ochiq sayra ekan. Ha, ularning ovozini ikkovini farqi bormi endi? Bularchi yirik raqam bo'ladi. Ovozi ham qattiqroq. Bo'y bo'ychanroq. Bular ishi qo'shaydi. Baribir mesniy ketmaydi aka. Bu ham. Ha. Sizga bunaqa yoqadi. Har gulni hidi boshqa deganda. Uzilgul hidasi sariqligidan eski. Qizillik hidi bor. To'g'ri, azobunachilarimiz bedanalarni mana italyaniki bilan mesniynikini har kimga har xil yoqadi pishyapti. Kuzatib olinglar, mana sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz bedanalarga ham bir qator. Hammasi o'z YouTube'ga. Ha, chiqasdi ham. Bormi pastda turgan bedanada? Yo'q. Hammasi tepada. Assalomu alaykum. Ojdada charchamasdan. Tinchmisiz? Bunda bedana bormi? Ko'rsa bo'ladimi? Bu bedanachilik juda ham eski, misol bizning opoqlarimiz ham shu bedana haqida gapirgan. Xullas, bu narsa bedanaga ishqibozchilik biz o'zbeklarga xos. Mana qarang, ajoyib. Bu mesniymi bu? Mesniy, ha? Boshqacha bo'lar ekan, ha? Biz qovoqda ko'rganmiz-mi? Realniy o'zini endi ko'rdim men. Mana qovoqlar qaranglar, yasab qo'yilgan. Hamma yo'q tayyor, ha, sizda bor, ha? Mana qovoqlar qaranglar, bu ichlarini qaranglar. Charchamen, Alloh kuch-quvvat bersin, sog' bo'linglar. Ha, bu qilayotgan videoyim sizlarga manfaatlimi yoki qiziqarlimi bilmayman. Endi maksimalniy harakat qilyapman sizlar zeriktirmaslik uchun. Mana hunarmandlarni joyi kelganmiz. Chop qilib.
Nech pul ekan aka dastkalik? 30 ming so'm. Haqiqiy hunarmandchiligiga asoslangan joylar bular. Mana boltalar ko'rlar. Mana. Ajoyib ishlar. Bu misol biz qo'limizga ushlab, talashib, tortishib, narxini olib ketaveramiz, lekin buni orqasida shuncha mehnat yotibdi. Endi har bir odam o'zining mehnatiga yarasha haqini oladi. Chiroyli qilingan. Nech pul ekan bolta? Kattasi. 110 ming. Assalomu alaykum hoji bor. Charchamasdan. Salom alaykum. Olyapsizmi? Bayramlar bilan. Rahmat, o'zlaringizga bayramlaring bilan. Rahmat. Tinchmisizlar? Allohga shukr. Bozorlar qilib kelyapsiz. Bozorlar qildik, xudoga. Qani endi bozorimiz haqida taassurotlaysiz. Zo'ra. Bozorga. Hamma yo'q bor, ha? Bu narsa. Salom. Aylanibmidi? Hozir baliq sezoni ham tugashga yaqinlashyapti. Qarang, pishgan baliqlar. 1 kilosi nech pul ekan pishgani? 1 kilosi 55 ming. 55 ming so'm 1 kilosi. Pishgan tayyor, hech qanaqa urinish keragi yo'q. Sazan. Mana trilar ham. Trilar nech pul xon baliqlar? 40 mingdan. 40 mingdan sazan. 1 kilo 100. Oq baliqlarchi? Oqlarimiz bizdan qoldi. 30 ming. 30 ming. Buchi laqqa. Laqqa 30 ming, 5 kilo oldi. Endi Botir tog'a 1 minutga suhbatga tortaman. Mana shu sezoni bor, baliq sezoni misol. Ish mumkin-ba? Shunaqa narsalarga nima deysiz? Shu to'g'rimi o'zi? Endi qonunga qarshi tutamiz. Yemasligi kerak desa, yemay qo'yamiz. Lekin buni yesa bo'ladi, svejini olib yesa bo'laveradi. Misol u narsa asosan baliqning ko'payishiga undaq qilingan u, urg'u berilgan asosan. Lekin bu go'sht uchun boqilayotgan baliqlarni iste'mol qilinsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Sog'liq uchun ziyoni yo'q, a? Yo'q. Svejiy bo'lsa bo'laveradi. Baliq boshidan ayniydi deydi. O'shaning uchun issiqda aynitib qo'yib yeb qo'ysa, naturalniy bo'ladi. Baliq yo'rim naturalniy bo'ldi. Svejiy ushlab pishirib yesa, mana shunaqa pullarni yesa, ana. Hech narsa bo'lmaydi. Naborot ko'rgan tushgan yesida qoladi. Gap yo'q. Yoshimda qarang degan men ham 50 yoshimda onamni sog'indim men, onamni sog'indim men, onamni sog'indim men. Onamni sog'indim men, onamni sog'indim men, onamni sog'indim men. Har bir yosh bolalarda bozorga dadasiga yoki onasiga ergashib borish faqat shu ikkita shashlik uchun bo'lgan biz paytlarda. Agar sizlarda ham xuddi shu holat bo'lgan bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar. Bu shashliklar qaranglar, mana pishib turishini. Bormay aka, charchamayapsizmi? Yaxshimisizlar mana? Olyapsizmi? Charchamasdan. Siz bemalol. Bular nech puldan ekan? Bular 6 ming so'mdan sotyapmiz. Bularni 12 ming sotyapmiz aka. Ha, tovuq go'shtilar bular, ha? Go'shti. Buni sal grammni ozroq qilib, yengilroq bo'lishi uchun. Ha. Olib qo'y aka. Aka nerachka tayyor 250 mingdan jupi. Jupi. Kareyalarimiz jupi 400 mingdan kelishtirib beramiz aka. Bu tayyormi bular? Tayyor bular hammasi. Ba'zi sipabuzoylarimiz jupi 250 mingdan. 250 ming. Tayyor bular. Ha, chala tayyorlari
170 mingdan jupi. Novi Zelandiyalik bilimchilar Pepsi'lar jupi 800 mingdan. Bu nima deyiz nomi? Novi Zeland, mana kallasi bilan Novi Zeland. Uni qarog'lar qaydoni baloti beradi Pepsi. Jupi 800 mingdan. Radujni papugaylar jupi 350 mingdan. Saraydigan kanar ekalarimiz qafasi bilan shu turishi 350 ming. Sayrovi 6 xil 7 xil sayraydi. 12 xilgacha olib chiqadi. Ammo yo'q. Kelishaveradi. Ma'lum Qo'shtepa tumani. Qo'shtepa bozori, ha? Charchamanglar, barakasini bersin. Xo'p. Qo'shtepa bozorini salat bozorida har doim o'zimdan shartdan olaman salatlarni. Olmanglar qizlar, charchamasdan. Olyapsizlarmi? Bu bodringlar necha puldan? 20 mingdan 1 kilosi. Bu-chi mana? 20 mingdan bir xilda. Yaxshi, zo'r. Bu karamni qimmat arzonligi to'g'ri kelib ketaveradi narx-navosda. Klientlarga chiroyli Zo'r. Ha, bu joyda ham tayyorlanib va yangi yetkazib berilaveradi. yangi Endi svejilar bo'ladi bundan ba'ga. Mana. Mana salata zo'r narsa. Kimchi. Ular shu lokatsiyaga kelaverasizlar, o'zi kirganlar salat bozorida birinchi to'shada turadi. Har doim shu joydan olaman o'zim ham. Yana keyingi bozor nari quruq mevalarga o'tamiz. Kuzatishda davom eting, like, podpiskani ayamang. Hozirgi bozor rastalarimizdan guruch bozoriga kelgansiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamasdan turingsiz. Nech puldan ekan bu guruchlar? Eskilarimiz 15 ming. Eskilardir ha bu. O'tgan yilga, demak bir. Undan oldingi. Buni o'tgan yil. Ha, hozir bu 2 yilga to'g'ri kelyapti va suvni ko'taraveradi. Bular nech puldan yangi? 15 ming 12 ming. O'zi bular ham eski sholiga o'tib qoldi. Ha. Bu Xorazm guruchlar. 8 ming. Zo'r. 15 ming. Ayni damda rosa oshqili videom bo'lyapti. Hamma yo'q arzonchilik xudo xolasa kuzatib boringlar. Yana bir qator arzonlarni davom ettiramiz. Charchamang aka, barakatli bo'lsin. Qumtepa bozorining rosa o'rtasida joylashgan Botir akam joyiga kelganman. Mana hozir o'chirt, turna qator o'chirt navbatlar bo'lib ketgan. Guruchlari haqiqatan ham zo'r, hech hijolat qilmaydi. Guruch sotayotgan akalarimizni klientlarga bo'lgan muomalasi, qilayotgan ishlariga qarab turib, haqiqatan odam juda ham ko'p keladi. Keyin guruchlari ham behijolat. Mana misol, mana guruchimiz, alanga degan guruch 10 ming so'm ekan. Hoji aka, charchamayapsizmi? Tinchsiz bo'lyaptimi? Olyapsiz. Rahmat, o'zingiz ham bayramlar bilan. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat, rahmat. Ha, yo'q, YouTube'da. Endigi bozor quruq mevalarga o'tamiz. Mana chaqqilar deysizmi? Bu nima bu? Assalomu alaykum. Hormang. Charchamasdan, ishlar yaxshimi? Nima ekan bu? Keshuvda nimaligi? Shikolatnisi. Shikolatnisi. Ha, bu sarimsoqlik. Bu oddiysi. Mana pistalar. Nech puldan ekan bu pistalar kilosi? Ularga 150 mingga qilib berayotganimiz. 150 ming. Yumug'i kamroqmi bunda? Ha, mana doni kattasi-chi bu. 160 ming so'm. Nima unisi bor? 145 ming 40 ga qilib beraveramiz. Ham yaxshi. 140 beraverasiz. Bodamlar-chi? Bodamlar ishlari 100 mingligi, 90 mingga qilib beraveramiz. Mana ular 70 ming. Zo'r, zo'r. 70 ming. Gap yo'q. Charchamanglar, Alloh kuch-quvvat bersin. Sog' bo'linglar. Kazımcan köşede ses çıkar.
Bularchi, bu shuna narsalarga hayronman. Shu tabiiy narsami bu o'zi? O'sha quritilgan, ha? So'shilkadami? Bu qantlar nechi pul? Bu qantlarimiz 85 ming so'm. 85 ming so'm. Bodom deyiladi. Mana ular 70 ming. U o'rik mag'iz-a? Bodommi? Bu ham bodom. Katta kichiklikda bor. Ha, katta kichikligiga bor. To'yga asosan to'y marosimlari uchun xarajat qiladiganlar ko'proq bu yerda bo'ladi. Mana holva qandlar, yong'oqni mana chaqilgan holatdagisi. Bizda vodiyda ko'proq bunaqa malinalar ham qo'yiladi dasturxonga. Erta bilangi nahorgi oshlarda shunaqa malinalar qo'yiladi. Xo'p. Mana bu joydan ham ko'proq marosim qilsak, shunaqa holva qandlardan akalarimizdan olamiz. Ular chiroyli qilib tayyorlashadi. Assalomu alaykum. Bormi aka, charchamasdan ishlar yaxshimi? Olyapsizlarmi? Qaysi bir endi boshqacharoq yangiliklar bormi? Har doim akamizdan yangilik bormi deb turib kelaman-da, shu tartgan olib ketaman, keyin marosim qilsam xuddi o'shandan bering deb turib. pistaligi. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Vaflili pistali. Ha, tepa tomonida vafliga o'xshayapti, mana o'rtalari pista. Bunisi marojnaligi. Bu marojnalik. Qo'ymalakka dozida bo'lgan, u qo'shilmagan variant. Boshqacha ekan. Bunisi boshqacha ekan. Qani, ko'ngilga tegmas ekanda. Grammi yo'qda. Qo'ymalakka dozida bo'lgan. 1 kilosi qancha? 1 kilosi 55 ming. Bunisi 60 ming. 1 kilosi. Kilosi 55 ming. Zo'r. Farg'ona bo'yicha dastlabki bormi? Beraverasizmi? Beramiz. Nomeringizni aytib yuboring. Marosimdagi 90lik 90lik 581 59 58. 581 59 58. Ushbu raqamlarga bog'lanib, bemalol telefon qilsangiz to'y marosimlari uchun yaxshi, ishonchli, faqat sizlarga zo'rlanib ko'rsatib o'taman. Xuddi shunday akamiz oldiga to'xtab. To'xtagan joyimda xudo xolasa yaxshi narsa bo'ladi. O'zimning qishlog'imdagi eng yoshi katta onaxonni oldiga kelganman. Bu joydan sizlarga, butun O'zbekiston xalqiga hamda musofirda yurgan o'zbek xalqiga bir duoyi fotihalarda olaman. Sizlar bilan birgalikda. Meni ko'rib tomosha qilib turinglar bu videoni. Bu videoni ko'rib tomosha qilib turinglar. Xudo xolasa hozir sizlarga 1930-yilda tug'ilgan ekanlar. Hozir hisoblasangiz, o'zi 96-97 yosh bo'lyapti ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Vaziz yaxshimi? Tuzimisiz? Charchamasdan. Qarang, mana biz hozir kameraga olyapmiz. Butun dunyo ko'radi. Hamma yoqqa tarqaydi bu video. Butun O'zbekistonda musofirda yurganlarda bir duo qilib berasiz. Avvalo tanisa haqiqatdir jamdek bo'lsin. Mahalla ko'yda zamonimiz tinch bo'lsin. Xudovando Parvardigor yuraklaringda nima muzohalaring olsin, murodlaringga yetinglar. Umrlaringga, rizqlaringga, kasb-korlaringga Xudo baraka bersin. Amin. Avvalo qo'shganingiz bilan qo'sha qilib, o'g'il qizlaringiz katta bo'lib, mehnat mashaqqat qilib farzandlarni boqyapsizlar bo'lib. Katta bo'lishib, qadri sizlarga nasib qilib, meni singari choli kampir bo'lib avvalo Komiljon, arkasidan sizlar o'tirib bolalarni yaxshiroq kunlarni birlikda ko'ring. Rahmat. Endi alhamdulillah Xudoga shukr, bizni ko'rmaganimiz qolmadi. Maşallah. Har qaysi ko'chasidan Parvardigor ko'rsatdi. Endi bo'lsin. Yangi yil yaxshi kelib, hammani dehqonchiligi yaxshi bo'lib, topganlari to'ylarga yaxshiroq bersin. Hammani ro'zg'origa keng behel ketmas davlat huzur barakasini bersin. Endi mana o yangi yilda bo'lam
qancha bemorlar to'shakka mixlanib yotibdi. Amin. Alloh ko'pga shifo bersin. Ko'p qatorda shularga ham shifo bersin. Ana men bolam Sadodan ham yotibdi. Yaxshi, o'zi yaxshi-ku o'tirolmay qoldi. Endi ko'pga bersin shifo. O'shalarning qatorida meni bolamga ham Xudo shifo berib, o'rmalab darvozani tagiga chiqqanday bo'lib qolsin. Iloyim. Endi uzoqqa ketganlar bolam hayot Musofirlardi. tiriklik qilaman deb ketdi. Bola chaqasidan, uyidan o'shoqqa. Issiq ko'rpada yotmay, qanaqa kun ko'rsa ko'rishib, tiriklikda mehnat qilishyapti. To'g'ri. O'shalarga ham Xudo omad bersin. Suyunib, ishlari ilgari bo'lib, topganlari to'ylariga, yaxshiliklarga buyursin. Endi o'tganlar Xudo rahmat qilsin. Endi sizlarni nima yuraklaringda muddaholaring olsa, murodlaringga yetinglar. Omma men gapirib qo'yay. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Nima niyat qilsangiz Xudo bilib turar ekan. Endi yaxshi tilaklar bilan Xudodan yaxshi niyat qilib ish boshlanglar bo'lami. Ishingiz ilgari bo'lsin. Xudo omad bersin. Topganingiz to'ylarga, yaxshilik kunlarga, hojilarga buyursin. Endi zamonimiz tinch bo'lib, oldimizdagi, arkamizdan kelgan avlodlarimiz ham erkin yashasin. Bunaqa zamonda ko'rmay ikki qo'li bir joyda ketganlar. Endi Parvardigor meni osmonni tagida saqlab turibdi. Men ko'ryapman. Endi sizlarga ham meni singari qarilik nasib qilib, arkadan kelgan zamonlarni ham yaxshi ko'ringlar bolam. Doya o'shaning uchun aytadiki, nasl qolish kerak. Arkadan nasl qolsa, nomi o'smaydi. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar bi rahmatika arhamar rohimin. Bandalariga Xudoning rahmi kelib, hammani ishini o'nab, ro'zg'origa kayf elkatmas davlat qadr barakasidan beraversin bolam. Allohu akbar. Rahmat. Sog' bo'ling. Nechinchi yili endi tug'ilgansiz? Menmi? 30-yili 15-fevral. 15-fevralda. 1930-yili 15-fevral. 30-yil ham hisob bo'ladi menga. 30-yil. Yilim ot. Ro'zada qiynalmadingizmi? Yo'q. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Xudo kuch-quvvat berdi. Mana bolam turibdi. Bir kun xato qilmay tutdim. Mashalloh. Mana bu bolalarim Xudoga shukr qilaman. Saharlikni tayyorlab o'tqizsa, iftorda tayyorlasa, qarib qoldimda men mushayimni yaqin o'tiraversam Xudoga xush keladimi? Endi misol ota-onani papalagandan keyin uni biz nonko'rlik qilishimiz chataqda bolam. To'g'ri. Xudo sabr qanoat berdi. Mana shularni bilan Iqboljon, Hasanboy turib saharlikni ham qildik, iftorni ham qildik. Sanaliq kun ekan, ro'za o'tib ketdi. Urush davrini ko'rdik bolam. Nevaralar nechta? Nevaralarni tasvira, nevara 27 ta-yu, chevara tasvira sanamasangiz adashib ketasiz. Chevara ko'pmi? 100 tadan oshiq bo'lib qoldi. 100 tadan oshiq? Chevara tugul, duvaralar ham bor. Duvara ham bor. Evara. Duvara. Nevara, chevara, duvara. Hayoxonda 3 ta, Sevarada Mashalloh. Hammamizga shunaqa umr nasib qilsin. 7 ta bo'pti evarasi. Evara. Evara. Juda ma'qul, zo'r. Mayli bolam, tanijoqlaringiz sog' bo'lsin. Endi qaysi ko'chasimdan keyin hayotga harakat qilsalaring, murodlaringga yetaveringlar bolam. Yana biz ikkinchi lokatsiyamizga kelganmiz. Mashrab otani xonadoniga kelganmiz. Hozir bu joydan ham ozgina duo fotihalarni olamiz. Kirib boryapman. Nechinchi yilsiz?
Nechinchi yilsiz siz? 31-yil yozilib qolgan, 29-yil men asli. Ha. 1929-yil. Ha. Endi bir yildan keyin 100ga kiraman. Xudo xolasa, ha. 100ga kiraman. Ama hali 2 yil qo'shilgan bo'lsa 101ga kiraman. Ana. Hozir. Maşallah. Hozir. Endi mahallada bitta manqop bor. Mahallada bitta manqop bor. Yaxshi, zo'rsiz, Xudoga shukr, zo'rsiz. Bizni ko'rayotgan obunachilarimiz har xil joydan, Qashqadaryo, O'zbekistonda 12 ta viloyatidan tashqari Amerika, Malayziya, Turkiyadan yozishyapti menga. Shu musofirda yurganlarda, butun O'zbekistonda bitta duo qilib bersangiz, chiroyli qilib mana yil boshida turibmiz, Xudo xolasa, dehqonchiligiga, boshlayotgan ishlariga bir duoingizni olsak, biz ham qattiqroq yana ham ishni boshlaymiz, Xudo xolasa. Duo qilaveraymi? Ha, duo qiling. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlahi amin. Sen sahalli, xotirjamlik, tinchlik, omonlik, yaxshilik tilariz. Xudoya xudowana o'sganlarni qatorida bo'linglar. Qilayotgan ishlariga omad etsin, yurishlariga quvvat etsin, madad etsin. Ota bolalarni, ina-o'g'illarni o'tib ketganlar rahmatlik, qolganlar salomat. Shular qatorida bizni ham Xudoya panohida saqlab, mana shu kunga yetib keldik. Shu kunga yetib keldik. Qaylig'imni yetalab, mana olib kelyapman. Hozir ham 96ga kirdi. Ana. 96ga. Ana. Bir nikohda 1900 55-yil olganman. 55-yil. 55-yil olganman. Shundan baqa bilamiz. Necha yil bo'ladi shunda hozir? Mana 75 yil umr ko'ribmiz, ro'zg'or ko'ribmiz. Ana. Ikkovimiz. Undan ham ko'p. Endi Xudo bizga umr beribdi, rizq beribdi, imon bersin. Yaxshilar ko'rishga muyassar qilsin. Buni o'shalar qatorida bo'laylik. Nima talab bo'lsa talablarini sizlarga ham bersin. Ilohi amin. Tan sahli, xotirjam, tinchlik, omonlik, yaxshiliklarni ko'rishlarini, sizlarni ham umrlarga ishlaring barak. Amantu billahi Rasululloh, salamun qavlan min robbilloh. Ilohi amin. Tan sahli. Allohu akbar. Ana.